Bilaman, hozir siz Instagramga iftorga nima ovqat qilsamikin deb kirgansiz, rilsni tomosha qilib 1 soat vaqtingizni o'tkazib yubordingiz. Orada yana 1 soat qoldi iftorgacha. Ham quyuq, ham suyuq ovqat qilishingiz kerak. Shunda hech narsa topolmasdan Instagramdan chiqib ketmoqchisiz, shu joyda to'xtaga faqatgina uyingizda qiyma bo'lsa bo'ldi. Qolgan narsa uydan menimcha hammanikidan topiladi. Qiyma, guruch, har xil ziravorlar, ozgina suv solamiz sochni bo'lishi uchun. Dumaloq frikadelkalar yasab chiqamiz. Sho'rvaga solib 15 minutga qopqog'ini yopamiz. Ungacha oppoqqina stolishnisammi eski dog'lari bilan kurashamiz. Bunda menga akvamarinni pink pastalari yordamga keladi. Qaranglar qanaqa oppoqqina bo'ldi. Shu kurtkamga ketmaydigan pomada tegib ketmayapti hecham. Bunda menga akvamarinni shunaqa qarindashlari chiqibdi. Kiyimingizni namlab olasiz va qarindash bilan yurg'izasiz va salfetka bilan artasiz. Voila, oppoqqina bo'ldi. Buni sumchkangizda olib yursangiz ham bo'ladi. Pink pastalari har doim oshxonangizda tursa juda ham ishingiz yengil bo'ladi. Ibyoq ovqatimiz ham pishdi. Qaranglar, ham suyuq, ham quyuq ovqatimiz tayyor. Biron kun boshingiz qotganda tayyorlab ko'ring.